Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar. Biz bugun nihoyatda dolzarb masalani muhokama qilamiz. Mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2026-yil yanvar oyida Baxtiyorjon Rustam aka insoniyat suv bankrotligi davriga kirdi. Demak, bu suv insoniyatning oldida turgan eng og'riqli muammo bo'lib turibdi. Ya'ni insoniyatning umuman suv bilan hayotimiz suv bilan bog'liq. Shuning uchun biz mavjud muammolarni yechimiga yordam beradigan davlat xususiy sheriklik suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilishning strategik ahamiyati haqida gaplashamiz. Endi biz shu paytgacha Rustam aka suvdek serob bu, suvdek tekin degan iboralarni ishlatardik. Bugun endi davlat xususiy sherikligi suv xo'jaligi infratuzilmasini isloh qilishga qanaqa yordam beradi? Eng muhimi bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarga bu nima beradi? Shu suv bilan ta'minlaymizmi? Narxi oshib ketmaydimi? Odamlarga shu kerak. Marhamat. Haqiqatan ham bugungi aynan suv resurslari bilan bog'liq bo'lgan masala va davlat xususiy sherikchilik haqida gap ketganda uni o'sha suvni samarali tejamkor ishlash haqida gap ketyapti-da. Nima uchun? Suv resursi umuman O'zbekiston, Markaziy Osiyo uchun bu hayot-mamot masalasida. Chunki mana e'tibor bering, qishloq xo'jaligida agar oladigan bo'lsak, suvning 90-92% qishloq xo'jaligiga sarflanadi. Xuddi shundoq. Qarang, e'tibor bering. Yoki irrigatsiya tizimlari misol uchun oladigan bo'lsak, kanallarimizda 36-40% suv yo'qolib ketadi. Samarasiz yo'qolib ketadi. Ya'ni bu 14-16 milliard kubometr suvni tashkil etadi. Bundan tashqari mana agar siz boya xalqaro masalada gapirdingiz, samaradorlik masalasini oladigan bo'lsak, 1 kubometr suvdan olinadigan iqtisodiy qiymat O'zbekistonda bor yo'g'i 2,6 dollar. Bu masala esa Qatarda 191,7 dollarni tashkil etadi. Mana necha barobar bizlar suvdan, demak, samarasiz foydalanayotganligimiz va davlat xususiy sherikchilik 100 barobar. Davlat xususiy sherikchilikni joriy etilishi aynan suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish nuqtai nazaridan mana shu tizim demak joriy etilyapti. Mana bizda misol uchun shunday tushunchalar bor, ayniqsa umuman suv resursi haqida ketganda mana ichimlik suvi, odamlarda shunday tushuncha borki, puldorlarda, men pulini to'layapmanmi, xohlagancha ishlataman degan tushunchadan biz voz kechishimiz kerak. Pulini qancha to'lasang ham, boshqa qilsang ham undan tejab tergab foydalan. Krandan suv oqib yotmasin yoki qishloq xo'jaligida nima uchun tomchilatish sug'orish qilinyapti? Chunki ariqdan oqib kelgan suvni isrofi bir necha 10 barobar yuqori tomchilatib sug'organdan. Chunki o'simlik dunyosining ichadigan suvi aynan o'sha tomchilatib, ya'ni tomirga berilish orqali amalga oshiriladi va davlat xususiy sherikchilik boya aytganingizdek, endi nima? Suv xo'jaligini davlat boshqarib turuvdi. Endi xususiy shaxslar boshqaradimi? U nima beradi? Xalqqa nima beradi? Nima degani u? Xalqqa nima beradi degan. Qarang. Bundan maqsad o'sha davlat xususiy sherikchilik asosida xususiy, demak, subyektlarga berilishining asosiy sababi ularga qo'yiladigan talablar bor. Ular men senga suv xohlaganingcha boshqar deyilayotgan yo'q u yerda. Ya'ni ularga bir nechta talablar bor. Ayniqsa o'sha suvni tejamkorlik bilan ishlatish masalasi nuqtai nazaridan ularga talablar bor va xususiy deganda misol uchun davlatga borib murojaat qilgandan ko'ra o'sha fermer bor, dehqon xo'jaligi bor, o'sha xususiy sheriklar bilan o'zaro aloqa qilib suv ta'minotida va suvni tejash bo'yicha maksimal samaraga erishishni maqsad qilib qo'ygan. Mana hozir 30% muzliklar erib bo'ldi, do'stim. Rustam aka bekorga aytmayaptilarki, 50-yilga borib yalpi ishlab chiqarish bu yerda ma'lumotlar bor. 11% ga pasayishga olib kelishi mumkin ekan. Suv kamayib ketyapti, demak undan oqilona foydalanish bugun hayot-mamot masalasi. Rustam aka to'g'ri aytdingiz, bu davlat sherikchiligi nima? Davlat xususiy sheriklik nima? U suv xo'jalik
tizimi infratuzilmasini qanday qilib nima deydi isloh qilishga yordam beradi? Marhamat. Hurmatli boshlovchi, og'amizda juda yaxshi fikrni aytib o'tdi. Suv xo'jaligi tizimida davlat xususiy sheriklikni joriy etish bizga nima beradi? Aholiga nima beradi? Davlat xususiy sheriklik to'g'risida ozgina tushuncha berib o'tsam, davlat xususiy sheriklik nima bu? Davlat xususiy sheriklik davlat sherigi bilan xususiy sherikning muayyan bir muddatga yuridik maqomga ega hujjat. Ya'ni birga biznesmen bilan davlat hamkorlik. Hamkorligi. Oddiy qilib aytsak shu. Men aytmoqchi bo'layotganim, suv xo'jaligi obyektlarini davlat xususiy sheriklik asosida boshqaruvga olish bu so'nggi 6 yil ichida suv xo'jaligi tizimidagi obyektlarni, ya'ni suv xo'jaligida samaradorligi, boshqaruv tizimining samaradorligi ortyapti, ekspluatatsiya xarajatlari kamaytirilyapti. Boshli maqsad elektr energiya iqtisod qilinyapti. Bu suv xo'jaligida davlat xususiy sheriklikni joriy etish asosiy maqsadlari shundan iborat. Bu yerda suv xo'jaligi obyektlari, ya'ni nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish, elektr energiyani iqtisod qilish. Yo'q, savol paydo bo'ladida, qanaqa qilib shu paytgacha iqtisod qilib endi biza tushuntirib berishimiz kerak odamlarga. Bu yerda targ'ibot nimaga endi shu paytgacha yaxshi ishlab turganu siz aytyapsiz, buni isbotlab berishingiz kerak. Demak, elektr energiyasi iqtisod bo'layapti, samaradorligi oshayapti deyapsiz-da. Endi mana shuni odamlarga isbotlab beraylikki, chunki odamlar marhamat, uzr. Men hozir chiroyli tushuntirib beraman, haqiqatan. Marhamat. O'zi nima uchun davlat xususiy sherikchilik nima degani haqiqatan ham to'g'ri aytdilar. Mana siz ham aytdingiz. Men davlat bilan xususiy demak o'sha subyekt o'rtasidagi kelishuv. Endi nima uchun kerak? Mana bilasiz, mana mamlakatimiz bozor iqtisodiyoti o'tayotgan bo'lganligi uchun juda ko'p sohalarda bizga mablag' kerak. Ming afsuski, ayniqsa mana shu suv bilan bog'liq bo'lgan masalalarda davlat o'zi byudjet hisobidan bu narsani qoplay olmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, mana juda ham Rustam akam to'g'ri gapirdilar. Hozirgi kunda mana O'zbekistonda yiliga 50 milliard kubometrga yaqin suv ishlatilsa, shuni 90-92% qishloq xo'jaligida ishlatiladi. Yana bu bittasi. Ikkinchisi, shu sug'oriladigan yerlarning 60% nasoslar orqali sug'orilar ekanda. Mana keyingi bizda tariflardagi o'zgarishlar, ya'ni elektr energiya tariflaridagi o'zgarishlar bevosita qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlar tannarxiga ta'sir ko'rsatyapti. Shu nuqtai nazardan davlat xususiy sherikchiligi, mana biz bitta raqam aytaman, 2030-yilgacha O'zbekiston maqsad qo'ygan. Mana qishloq xo'jaligimizni yuzi bu aynan mana shu suv xo'jaligi tizimi bilan bog'liqda. Chunki suv xo'jaligi tizimi qanchalik samarali ishlasa, suvlar qanchalik tejamkor bo'lsa, biz qishloq xo'jaligida buni ko'ramiz. Chunki mana 2025-yili biz 3,5 milliard dollar atrofida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilgan bo'lsak, biz 2030-yilgacha 10 milliard dollarga yetkazish nazar 3 barobar. 3 barobar. Bu bittasi. Endi Qudus aka, shunga teskari proporsional suv resurslari kamayib boryapti. Shuning uchun davlat juda ham ko'plab, mana mutaxassislar bor aytadi, mamlakatimizda juda ham ko'plab turli xil toifadagi nasoslar bor. Nasos stansiyalar suvni demak tortib yetkazib beradigan. Bu bilan birgalikda yana bitta qarang, men hozir yuqorida ham aytdim, qishloq xo'jaligimiz 90-92% o'sha suv resurslarini iste'mol qilayotganmiz. Shuni hozirgi kunda ba'zi bir hisob kitoblarga ko'ra 40% ga yaqini isrof bo'lib ketyapti ekan suvi. Mana shu nuqtai nazardan davlat sherikchiligi asosiy maqsadi, davlat mana menda shunaqa imkoniyatlar bor. Aytaylik, mana soliqdan imtiyoz qilib beraman. Chunki bu yerda kelishiladi pul egasi bilan. Ya'ni bu yerda faqatgina tadbirkor emas, xalqaro tashkilotlar ham bor. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va shunga o'xshagan xalqaro tashkilotlar hozirgi kunda aynan o'sha O'zbekistonda suv tejamkorlik bilan bo'lgan texnologiyalarga pul sarflashda ular juda ham katta imtiyozlar beryapti. Shu nuqtai nazardan davlat xususiy sherikchiligi o'sha ma'lum bir loyihalarni amalga oshirishda davlat imkoniyati bo'lmaganligi uchun byudjetga bosimni kamaytirish uchun davlat xususiy sherikchilik qilib loyihalarni e'lon qilinadi. Ya'ni aytaylik, mana shu holat bo'yicha yoki aytaylik, mana qayerdir kanalni beton qilish bo'yicha yoki ariqlarni boshqa yoki boyagi biz aytgan nasos stansiyalarimizni juda ko'pchiligi juda katta quvvat elektr energiya oladida. Bularni hozirgi zamonaviy, tejamkor, aytaylik, nima deydi, aqlli texnologiyalarni joriy etadigan texnologiyalarni joriy etish kerak. Nima uchun? Mana hozir fermerlar bilan gaplashsak, ishonasizmi, juda ko'pchiligini bosh qotyapti. O'sha qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda juda qimmatga tushyapti. Ya'ni u
o'z-o'zidan ishlab chiqargan mahsulotning tannarxi oshib ketadi. Bu juda ham katta ziyon ko'radi. Ana mana shu nuqtai nazardan davlat xususiy sherikchilikni qanchalik tezroq yo'lga qo'ysa, bozor elementlari kirib keladi bu yerga. Ya'ni tadbirkorlar kirib keladi. Endi bu yerda ikkala tomonni ham manfaati bor. Endi mana shu manfaatlarni suiiste'mol qilmaslik kerak. Ayrim holatlarda bu bitta bu suv xo'jaligi tizimi bilan emas, boshqa holatlarda davlat xususiy sherikchiligini bilan bog'liq shu loyihalarni amalga oshirishda maqsadsiz foydalanilishi natijasida o'sha jamiyatga, iqtisodiyotga emas, ayrim manfaat, shaxslarning manfaatiga xizmat qilyapti. Shuning uchun men o'ylayman, mutaxassislar shunaqa loyihalarni e'lon qilinganda, agar ularni shaffof bo'lib, agar u endi bu yerda turib gapirilaveradi, lekin amaliyotda sal boshqacharoq bo'ladi-da Qudus aka. Shuning uchun men o'ylayman, agar to'g'ri ko'z bilan ko'rib, agar nazorat, monitoring yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu albatta boyagi biz aytgan suvdan samarali foydalanishga olib keladi. Qishloq xo'jaligini mahsulotlarini oshirishga yana bitta tomoni bor. Mana biz 1 gektardan O'zbekistonda hozir 4,5 ming dollar atrofida unumdorligimiz. Buni biz 2030-yilgacha 5 ming dollarga chiqarishga harakat qilyapmiz. Agar biz suvni tejab ishlatmasak yoki boyagi biz aytaylik 45 milliard kubometr suv ishlatilayotgan bo'lsa, buni 40% ga yaqin isrof bo'lib ketadigan bo'lsa, bu juda yomon. Shuning uchun men o'ylayman, albatta mana shu davlat xususiy sherikchilik bu bevosita o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Baxtiyorjon, marhamat. Nodir aka batafsil tushuntirib berdilar. Marhamat. Bu nima sababdan davlat xususiy sherikchiligi mexanizmi 5-6 yildan beri qo'llanishga alohida e'tibor qaratildi. Chunki avvaldagi bizani irrigatsiya tizimlarimiz, bu 90 mingdan oshiq fermer borda, 4 milliondan gektardan oshiq bizani yerlarimiz bor qishloq xo'jaligida. Hammasiga suv berish kerak. Bu sug'orish tizimlari avval bir necha 10 yil oldin, 30 yil, 40 yil, 50 yil oldin o'rnatilgan nasos stansiyalari borda. Bu nasos stansiyalari hozirgi kunga kelib o'zi ma'naviy eskirdi birinchidan. Ikkinchidan bu o'sha ko'p energiya talab qiladigan nasos bo'lganligi uchun yuqorida Nodir aka aytganlaridagi suvi narxini, tan narxini ko'taryapti. Endi bu bundan tashqari bu suv sug'orish tizimida, irrigatsiya tizimida yana katta muammo bo'ldiki, bu suvni bir nuqtadan A nuqtadan B nuqtaga yetkazib borish jarayonidagi katta muammolarni ham yuzaga keldi. Va quduqlardan foydalanish bo'yicha ham muammolar yuzaga keldi va bu birdaniga bu qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha, agrar soha bo'yicha qo'ygan maqsadlarimizga erishish uchun bu suv ta'minotini barqaror ta'minlash bo'yicha boyagi aytganlaridek bu byudjetni mablag'larini yo'naltirish bu bir muncha og'irlik qilishni boshladi. Endi bu yangi mexanizm, bu dunyo bo'yicha qo'llanilgan mexanizm, bu davlat xususiy sherikchilik mexanizmi qo'llanilgandan keyin bu ko'p narsaga erishdik. Birinchisi bu suv xo'jaligi sohasini investitsiya sarflash orqali, xususiy sektorga pulni sarflash orqali suv ta'minoti tizimi barqarorlashishiga erishildi. Bu byudjetdan agar sarflaganimizda bunga 5 yil, 6 yil, balki 10 yillar biz kutishimiz mumkin edi. Lekin xususiy sherikga xalqaro moliya tashkilotlarining pulini bu yo'nalishga jalb qilish orqali bizni bir necha yilga cho'ziladigan muammoimizni avvalroq hal qildik. Endi men bitta narsani e'tirof qilmoqchiman. Suv xo'jaligi sohasida davlat xususiy sherikchilik mexanizmlari faolroq qo'llanishni boshladi. Nima uchun bu narsani aytaman? Chunki davlat xususiy sherikchiligini rivojlantirishga boshqa sohalarga ham ko'rsatmalar berilgan va bu yo'nalishda ham topshiriq berilgan. Lekin afsuski, bu yo'nalishda jadallashuv past. Lekin suv xo'jaligi sohasida bu ancha faollashdi. Bu juda ham muhim masalaki, bu bizni qishloq xo'jaligi o'zi bir yilda bir marta hosil oladigan yoki 2 marta hosil oladigan bizda mavsumimiz bor. Shu mavsumda agar biz hozir suvni barqaror ta'minlab bermaydigan bo'lsak, biz hamma yo'nalishdan biz resursni agar jalb qilmaydigan bo'lsak, biz katta muammoga duch kelamiz. Maqsadimizga erisha olmaymiz. Eksportni bajarishimiz qiyinlashadi. Endi men bir narsani mutaxassislardan bir so'ramoqchi edimki, hozir mana 60% nasos stansiyalari yoki bo'lmasa ko'p mana hozir ma'lumotlarda ham ko'rishimiz mumkin, davlat xususiy sherikchiligi bo'yicha qilingan ishlar borda. Lekin bizda davlat xususiy sherikchiligi bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan ishlarimiz qancha? Nima uchun bu savolni beryapman? Bu savolni ma'nosi shundaki, hozir biz bu yo'nalishda hali o'zini investitsiyasini jalb qilishga tayyor bo'lgan, bu sohani agar jozibador bo'ladigan bo'lsa, pul tikaman degan tadbirkorlarimiz ko'p.
birinchi jihati. Ikkinchi jihati, bu sohada tadbirkorlarimiz masalan xususiy sherikchilikka nima qilgan bo'lsa, hozir shartnoma qilib ishni boshlagan bo'lsa, buni ertaga ularning qiyinchiliklarini qanaqadir muammolari bo'lganligi sababli balki biz 100% ga chiqa olmayotgandir biza. Shu masalalarda biz necha foiz qismini hozir davlat xususiy sherikchiligi bilan qamrab oldik va qancha yana davlat xususiy sherikchiligiga biz jalb qilish imkoniyatlarimiz bor. Shularni agar Baxtiyorjon, bitta qo'shimcha savol qilaman. Mana Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik qilyapmiz Qoraqalpog'iston bo'yicha. Mana endi Isroil mamlakati bor. Ularda endi chuchuk suv yo'q-da, endi dengiz suvi bilan polizni sug'orib bo'lmaydi. Lekin ular shuni hal qilyapti-da. Jazirama cho'lda hal qilib, masalan Isroilda qishloq xo'jaligi juda rivojlangan. O'shalarning tajribasi o'rganildimi? Va yana o'sha endi o'sha suv qancha ko'p bo'lsa, samarali foydalansak, meva-cheva ham shuncha arzon bo'ladi. Marhamat. Hozir ekspertimizning qo'ygan masalasi bo'yicha ham ozgina to'xtalib o'taman. O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi tizimida, suv xo'jaligi vazirligi tizimida obyektlarni shu kungacha 15-20% davlat xususiy sheriklik asosida nasos, kanal, ya'ni obyektlar, suv xo'jaligi obyektlari boshqaruvga berilgan. Bunda 2000 dan ortiq tik quduqlar, meliorativ quduqlar, 350 ga yaqin katta nasoslarimiz davlat xususiy sheriklik asosida xususiy sektor vakillariga boshqaruvga berilgan. Boshqaruvga berish deganimiz nima endi? Bu yoqda ekspertlarimiz ham, domlalarimiz ham aytib o'tdi. Davlat sherigi bilan xususiy sherik o'rtasida bitim imzolanadi. Belgilangan muddatga 10 yil bo'lsin, biz 10 yilligini qaraymiz. 10 yilligiga tuzilgan bitimda hamma shartlar, ya'ni davlat tomonidan to'lab beriladigan ekspluatatsiya xarajatlari bor undan. Undan keyin xususiy sherik tomonidan, hozir xususiy sherik mablag'lari deb aytdik-ku, investitsiya. Xususiy sherik tomonidan shu boshqaruvga olayotgan nasos stansiyani necha yilga modernizatsiya qiladi. Ya'ni bo'yniga qo'yiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, energiya tejamkor qurilmalarni, ya'ni energiya tejamkor nasos agregati, elektr dvigatel, boshqa moslamalarni yangilash evaziga 30% gacha elektr energiyani kamaytirishga erishiladi. Shu bitimda hammasi ko'rsatiladi. Endi hozir men siz aytgan xalqaro tajriba, masalan Qoraqalpog'istonda ichimlik suvi, Navoiy viloyatida hali ham o'sha mashinalarda suv olib kelib, hovuzlar qilib saqlab yoki ekin ham shunga bog'liqda. Endi ichimlik suvi bo'lmagandan keyin ekinni qayerdan sug'orasiz? Xalqaro tajriba bo'yicha ham yaxshi masala ko'tardingiz. Xalqaro tajribasi bo'yicha ham dunyoning rivojlangan 11 ta undan ham ortiq davlatlarning tajribasi o'rganilgan. Bir misol sifatida aytadigan bo'lsak, hozir shu kungacha xalqaro moliya korporatsiyasi deb aytamiz, IFC. Shunda suv xo'jaligi tizimidagi katta 76 ta nasos stansiyalarini xalqaro tenderga chiqarganmiz. Tender nimalari yakunlanib, hozir уже birinchi gaplashish, ya'ni birinchi bosqich tender hujjatlari o'rganish davom etmoqda. Xo'p, endi masalan savol paydo bo'ladi. Saudiya Arabistoni bo'yicha ham aytdingiz. Quvonarlisi, Qoraqalpog'iston Respublikasida 135 ta nasos stansiyani modernizatsiya qilish va boshqarish evaziga, ya'ni 222 million dollar investitsiya kiritish evaziga 135 nasos stansiya modernizatsiya qilish va boshqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Quvonarlisi kecha savol, uzr so'rayman. Endi u biznesmenda ham manfaati bor-da, u qanaqa manfaat oladi masalan? Masalan, hozir joriy yilning yanvar oyida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi o'rtasida reglament, ya'ni davlat xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish bo'yicha reglament qabul qilingan. Reglament asosida amalga oshiriladigan loyihalarimizda kiritilgan investitsiya mablag'i 20% ustama bilan loyiha tuzilgan muddatda qaytarilish evaziga. Egasiga qaytariladi. Demak, manfaat shu yerda. Suvni sotishdan qimmat qilib olmas ekanda, bu muhim narsa. Shu kungacha masalan imzolangan loyihalarimizda shu kungacha 26-yilgacha imzolangan loyihalarimizda iqtisod qilingan elektr, ya'ni energiya tejamkor qurilmalarni investitsiya kiritish, modernizatsiya qilish, nasosni modernizatsiya qilish evaziga yil davomida foydalanilgan elektr energiyani iqtisod qilingan mablag'lar xususiy sherikni o'ziga beriladi. Ana mexanizm asoslantirilsa agar berilardi. Ya'ni Samarqand yanvar oyida imzolangan reglament bo'yicha endi faqat modernizatsiya qilish uchun kiritilgan investitsiya mablag'lari tuzilgan loyiha yiliga
20% ustama bilan qaytarib beriladi. Hozir 100%lik bizani imkoniyatimizdan 20% qo'llanildi va 20%ni qo'llaganimizda davlat xususiy sherikchiligiga qancha biza natijaga erishganimiz ko'rsatildi. Va bu yo'nalishga hali bizani qiladigan 80% ishimiz bor, Qudus aka. To'g'ri. 80% ishimiz bor. Bu 80% agar bu davlat xususiy sherikchiligini agar u yarmidan ko'piga beriladigan bo'lsa ham, hozir bu suv ta'minotida barqarorlik bo'ladi. Hozir masalan fermerga borsangiz, hozir mana ayni vaqti hozir mavsum paytida, mavsum paytida hammasiga suv kerak. Hammasiga suv kerak. O'sha o'tgan safardagi ko'rsatuvimizda ham kanallarni betonlash mavzusida gaplashgan paytimizda ham u boshlanish joyida joylashgan, nuqtada joylashgan fermer suv oladida keyingi nuqtaga yetib bormasligi holatlari. Aynan bu yerdagi barqaror bo'lishini o'zi bu oxirgi quloqdagi oxirgi fermerga yetib borishi ta'minlab beradigan tizim ham bo'ladi. Va eng muhim narsa bu yerda suv tan narxi arzon bo'ladi. Keyin xususiy sheriklik uchun jozibadorligini biz ko'proq tushuntirishimiz kerak. Hozir mana tejab qolgan elektr uchun tejab qolgan qismini ham davlat qoplab beradi degan masala bordi. Endi investitsiyasini agar pul kiritadigan bo'lsa, pulni 20% ustiga qo'shib turib, davlat u pulni qaytarib berishi qanchalik darajada jozibadorligini biz tushuntirishimiz kerak. Chunki hozirgi kunda dunyodagi bizneslarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, 1 yilda 20% daromad keltiradigan biznes kamdan kam 20% keltiradigan. Lekin aynan suv xo'jaligiga, bu aynan biz uchun kerak bo'lgan yo'nalishga bu imkoniyatni berilishi, bu yo'nalishda yanada bizni tadbirkor investorlarni jalb qilishga yordam beradigan tizim. Eng qimmat narsa hozir oltin emas dunyoda. Suv 2 milliard odam toza suv ichishdan mahrum, 3,5 milliard aholi ichayotgan suv yuqori sifat talablariga javob bermaydi. Bu keskinlashib boraveradi. Endi suv deganda faqat biz ichimlik suvini tushunmasligimiz kerak. Chuchuk suv. Sherigimiz aytganlaridek, bu tajriba aynan Namanganda ham sinab ko'rildi. Mana strategiyada suv xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi u 30-yilgacha strategiyada 50 ta loyiha mana shu davlat sherikchilik xususiyati asosida bosqichma hozir aytganlaridek birma-bir har yili dastur ishlab chiqiladi. Suv xo'jaligi va moliya vazirligi bilan ular mana shu tajribani biz birinchi mana shu muhtaram prezidentimiz qarorida ham belgilangan davlat xususiy sherikchiligi aynan shu Namangan tajribasini butun respublikamizda tatbiq qilish bo'yicha ham bir qancha ishlar amalga oshiryapti. Aynan o'sha nasoslarni tejovchilarga almashtirish yoki elektr energiyani tejovchi qismlarga almashtirish yoki ariqlarni betonlashtirishdan bu aynan fermerlarga bir qancha imtiyozlar, imkoniyatlar beryapti. Ya'ni hosildorlikni oshirishga ham bu aynan davlat xususiy sherikchiligi orqali hosildorlik ham oshirilyapti. Iltimos bitta misol keltiring, bitta o'sha nima deydi, manzilli mana shu tumanda domla shunaqa bo'ldi, mana shuncha suv tejalayapti, shuncha. Marhamat. O'rtoq tajribasi bo'yicha. Marhamat. Aniq va ravshan, Mana chunki biza ekspertlarimiz aytdi, sohani jozibadorligini oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlar, sohani jozibadorligini oshirish bo'yicha bu qonun qaror bilan mustahkamlab qo'yildi. Ya'ni 2025-yil 14-oktyabrda quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda sohada xususiy sherikchilik jozibadorligini oshirishga mo'ljallangan qaror qabul qilindi. Unga ko'ra xususiy sheriklikka nasos stansiyani olgan xususiy sheriklarni sohani raqamlashtirib, avtomatlashtiradi va shunaqa mexanizm joriy qilinadiki, soliq bazasiga integratsiya qilinib, o'sha avtomatlashtirilgan tizimdan o'tgan suv soliq bazasiga integratsiya qilinadidan ham o'sha bazadan tushgan soliqdan, suv solig'idan tushgan summani 40% xususiy sherikchilikka olgan sherikni nimasiga suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tomonidan o'tkazib beriladi. Bu bo'yicha Chortoq tajribasini joriy qilish o'sha qarorda belgilangan, bir nasos bir tizim tamoyil asosida joriy qilinadi. Bu bo'yicha Samarqand viloyatida samarani ayting, mana shu samara nima bo'ldi? Mana oldin ishlar edi. Endi ko'p ko'rganmiz o'sha sug'oriladigan katta truba kanallardan odamlar suvlarni o'g'irlab, baliqchilik qilib o'rgan, bilasiz o'zingiz. Suvni endi go'yoki egasi yo'qday talon-taroj qilinardi. 40% shundoq ham o'zi yo'q bo'lib ketardi. Bu masalan shu davlat xususiy sheriklik joriy qilingandan keyin o'sha xususiy sherik suvni ham nima deydi,
isrof bo'lmasligini ham nazorat qiladimi? Nazorat Elektr qiladi. energiyasi tushunarli. Marhamat. Asosiysi aholida munosabat o'zgaradi. Suvga maqsad suvga bo'lgan munosabatni o'zgartirishda bu yerda asosiy ko'zlangan maqsad, ya'ni kim suvni isrofgarchiligini oldini olish, asosiy resurslar cheklangan, o'sha resurslardan samarali foydalanish maqsadida barcha qilinayotgan ishlar o'sha resurslarni samarali foydalanish maqsadida qilinyapti. O'sha Chortoq tajribasida Urgut tumanida 7 ta mahallaga suv beradigan Darg'om bir nasos stansiyasi shunda joriy qilindiki, o'sha yerda xususiy sherik Ichimlik suvi beradiganmi yo tomorqa? qishloq xo'jaligiga qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan suv yetkazib beradi. O'sha yerda shunaqa tizim joriy qilindiki, xususiy sherik bizda suv xo'jaligi tizimida boshqarmalar bor, suv xo'jaligi boshqarmasi, hududiy boshqarmalar. Endi o'sha yerda ikkita yo'nalishda birlashtirildi. Ya'ni kim xususiy sherik ham nasosni, ham suvni yetkazib berishni oxirigacha o'z zimmasiga oladi va bu hamma hisob kitobi aholi bilan o'sha munosabatni o'zgartirishiga uzviy bog'liq bo'ladi. Ya'ni kim xususiy sherik bizda haligacha bitta munosabat borda, davlat qilib beradi degan munosabat borda, endi xususiy sherikchilikka o'tganda munosabat o'zgaradi. Yo'q, shoshma og'ayni tizimni sal o'zgartirik. Mana bu kanalni nima qilib betonlashtiraman, senga mana shuncha vaqtda shuncha suv beraman. Sen mana shu vaqtda qo'shnilaring bilan hech bo'lmasa hammang bitta ariqda bitta kelishib olgandayinim, o'sha kelishib olganing bo'yicha bitta suvni qo'shaylik va elektr ham iqtisod bo'ladi, suv ham yo'qotishlar kamayadi. Bir-biriga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Endi hozir davlatda bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham to'g'risi, uni davlatga istagancha o'g'irlaydi, istagancha davlat majbur menga suv yetkazib berishga degan munosabat bor. Asosiy tushuncha o'sha munosabatni o'zgartirish. Ya'ni kim xususiy sherikchilik o'tkazish orqali. Endi bitta misol keltirib o'taman. Hali xususiy bog'chalarda hech kim o'zini ovqatini o'zi o'g'irlamaydi-ku. Shunga o'xshaganda xususiy suv. Xo'sh, endi bitta savol tushyapti. Mana chet ellarda endi odamlardan tushgan savolni aytib turishdi. Hatto Afrika qit'alarida kechalari shabnamlardan suv yig'ib, endi suv shu qadar noyob, shu qadar qimmat, shu qadar endi ob hayotda shulardan ham bir xususiy sheriklar, yomg'ir suvlarini, sel suvlarini davlatimiz rahbari bo'lib ham aytuvdilar, o'shalarni ham to'plab, bu ham bir xususiy sheriklik asosidami buni bir oqilona tashkil qilish masalasi ham ko'rilyaptimi? Domla, nima deysiz? Hozir 20% ga chiqdi, mana biz bitta narsa asos. Bazaga qaraylik. Ba'zi kanallar, katta magistrallar to'g'ri aytolmayman, bu davlat tomonidan qilinyapti. Lekin qishloqlarda fermerlarni aruvlarini fermerlar tadbirkorlar bilan qo'shilib qilyapti. Xususiy bilan davlat sherikchiligi bu kerak. O'zi javob beradi va davlatni o'sha haligi subsidiyasini olish uchun ham o'sha o'lchagichlarni qo'yib qo'yadi. Bilamiz, O'zbekistonda 90-91% asosan qishloq xo'jaligi yetkazib beriladi. Hozir siz masalan to'g'ri qo'ydingiz. Bugun 51-52 milliard kub iste'mol bo'lsa, bizda 45-46 milliard kub, ya'ni suv kirib keladi. Demak, bizda o'zi 8 milliard kub 80% tashqaridan keladi. Yo'q, tashqaridan kelish bu alohida, 20% o'zimizda shakllanish. Ya'ni bugungi kundagi iste'molimiz 8 milliard kub suv yetishmovligi bor bizda o'zi. Shundoq ham yetishmovligi, suv yetmayapti. Siz to'g'ri masalani qo'ydingiz. Bugun har bir tomchidan foydalanishimiz kerak. Yomg'ir mana bu yil juda ham bir yaxshi fasl bo'ldi, juda ham unumli bo'ldi va to'xtovsiz yomg'irlar yog'di. Qancha yomg'irlar, mana sellar ham yog'di. Biz o'sha sellarni foydalanishni ancha esdan chiqarib qo'ydik. Yomg'ir suvlaridan foydalanadi. Yomg'ir suvlari yog'ishini oqibatida sellar kelyaptimi? Biz sel yo'llarga uylar qurib yubordik, boshqalar qilib yubordik va hokazo va hokazo. Va mana unumli foydalanmaganimiz oqibatda mana shu holatlarni yuzaga kelyapti. Endi agar biz har bitta suvni tejab qilib beradigan, yetkazib beradigan bo'lsak, biz ushbu ehtiyojni qondirishimiz mumkin. Biz tashqaridan boshqa suv kirib kelmaydi. Biz faqatgina tejamkorlik usul bilan, mana o'sha o'tgan ko'rsatuvda deb aytdilar, haqiqatan o'sha kanallarni betonlashtirish yoki suv tejamkor sug'orish oqibatida 60% gacha yetkazishimiz mumkin-da. Bu narsalarni beramiz. To'g'ri, amalda ko'rishimiz mumkin. Davlat xususiy sherikchiligida bugun 418 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lsa, hammasi ijobiyligini ko'rsatdi. Bugun 218 milliard qo'shimcha investitsiya, 378 ta loyiha ishlab chiqilgan bo'lsa, bugun 162 milliard, ya'ni 73% уже
o'zini oqladi, demak jalb qilindi investitsiya. Undan tashqari 38 milliard so'm yana o'sha qo'shimcha o'sha loyihalar ishlab chiqarilmoqda. Bu nimani ko'rsatyapti? Bu albatta o'z samaradorligini ko'rsatgan va o'z isbotini topgan. Hattoki mana 21-yildan 25-yilga ishlab chiqarilgan aynan davlat xususiy sherikchilikda va o'sha loyihalarni qilinganda qancha energiya tejamkorligi to'g'risida ham aytib o'tdilar-da. Demak, bu tizim o'zini o'zi oqlaydi. Endi bitta savol paydo bo'ladi. Demak, davlat xususiy sherikchiligiga bersak, bu yerda boshqa tadbirkor, u yerda boshqa tadbirkor. Narxini har xil qilib yubormaydimi degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni fermerlarga. Bu yerda ham javob borki, o'sha Moliya vazirligi bilan o'sha qo'shma qarorda o'sha maxsus reglament belgilandi va o'sha belgilangan reglamentda o'sha demak o'sha narxlarni barqarorligini saqlab qoladi, to'g'rimi shu narsa? Boya Nodir aka aytdi-ku, bu imkoniyatdan o'zini manfaatlari yo'lida foydalanadigan qo'shtirnoqchilarga tadbirkorlar paydo bo'lib qolib, ezgu g'oyaga rahna solmaydimi deganday bir. Bu yerda bitta tomoni bor. Mana haqiqatan ham bu yerdagi bugungi temamiz asosan davlat xususiy sherikchilik. Bu nima berdi? Bundan buyog'iga nima qilish kerak? Mana aniq bir ikkita faktlarni ham keltirib o'tay. Mana o'sha 2017-yili bizda mana sug'oriladigan o'sha yer maydonlarimiz 60% nasoslar orqali bo'ladigan bo'lsa, shunga ketadigan mablag'lar 1 yilda 8.3 milliard kilovat soat elektr energiya sarflagan ekan. 1 yilda tasavvur qilyapsiz, 8.3 milliard kilovat soat bu bevosita nasos stansiyalarga. Mana shu davlat xususiy sherikchilik natijasida olib borilgan islohotlar natijasida 2025-yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 6.5 milliard kilovat soatga yetdi. Ya'ni tushgan 1.8 milliard kilovat. Bu mana bu yil 2026-yilga olib borilayotgan islohotlar natijasida shuni 2 milliardga yetkazish masalasi. Bu o'z navbatida bilasiz, endi o'rtacha hozir 1 kilovatni 1000 so'm atrofida qiladigan bo'lsak 2 trillion so'm mablag' tejalyapti. Mana aynan mana shu davlat xususiy sherikchilik orqali bu 2 milliard kilovat soat bu sanoat uchun, aholi uchun ketadi. Bu bitta jihati. Endi yana mana o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasida hozirgacha 1943 ta davlat xususiy sherikchilik loyihalari amalga oshirilgan bo'lsa, 2030-yilgacha bor mana shu loyihalarni adashmasam 2183 taga yetkazish 2030da shunaqa qo'yilgan. Buni uchun o'sha nima qilish kerak? Men yuqorida ham aytgan, davlat aniq nimalarni tadbirkorlarni qiziqtiradigan narsa manfaat. Birinchi o'rinda manfaat. Nima deydi? Butun dunyo amaliyotida foyda ko'rish kerak. Endi foydani kafolatlab berish kerak. Shuning uchun men o'ylayman, albatta shu davlat xususiy sherikchilik bo'yicha e'lon qilinayotgan loyihalarni texnik topshiriqlarini aniq qilib, agar tadbirkorlarga taklif qilinsa va o'sha tenderlar ochiq, shaffof o'tadigan bo'lsa, men o'ylayman, albatta suv ham tejaladi. Mana hozir olib borilayotgan islohotlar natijasida yiliga 1% dan o'sha suvi isrofi kamayib boryapti ekan. Endi bu ham katta narsa, chunki mana bu aytdik-ku, 40% gacha yo'qolib ketayotgan bo'lsa, buni sekin bu osonlikcha emas, chunki juda katta mablag' talab qiladi-da, bu haligi suvlarni mana o'sha betonlash yoki aytaylik juda qur qilib kvadrat metrni beton qilishni o'zi qancha pulda? Bu hozir kam gap emas. Keyin bitta savol bo'layapti. Mana qo'shimcha qilib hozir Rustam aka. Mana men o'zim juda ko'p ko'rsatuvlar qildik deputat bilan. Shu suv egasizdayda, suvga axlat tashlanadi, suv daryolar egasiday, o'zanlar egasiday. Men salarni juda ko'p misol keltiraman-da. Endi baribir o'sha ekinlarga boradi-ku suvlar, qishloq xo'jaligiga boradi-ku. U zahar borib o'zimizga qaytib keladi. Endi davlat sheriklik tizimi joriy qilinsa, davlat xususiy sheriklik mana shularni ham bir ular egalik qiladimi o'zi ishlab chiqargan suvga? Ha? Shu savolingizga men javob bersam, marhamat. Yo'q, men ishlab chiqargan suvni o'zim mana shu yetkazib tozaligini marhamat. Uzr. Samarqand viloyatida Narpay tumanidagi butun tumanni irrigatsiya melioratsiya obyektlarini davlat xususiy sheriklik shartlari asosida boshqaruvga berish bo'yicha 2021-yilda loyiha imzolangan va uni samarasini bugungi kunda bugun bo'layotgan samarasini sizga aytib bermoqchiman. Mana shu o'tgan davrlar mobaynida xususiy sheriklikka butun tumanni irrigatsiya melioratsiya obyektlari, kanallari, melioratsiya obyektlari, nasos stansiyalardan 8 ta nasos stansiyasi boshqarish, ekspluatatsiya qilish sharti bilan boshqarish bo'yicha xususiy sherikka berildi. Maroqand sifat MCHga berilgan. O'sha yerda asosiy
nima e'tiborli jihati shundaki, birinchi o'rinda nasos stansiyasiga elektr energiyasini kamaytirish maqsadida zamonaviy energiya tejamkor qurilma nasos agregatlari o'rnatdi. Zadvishka, obratniy klapanlarni almashtirdi. Keyin endi kanalga, xuddi siz aytgan savolga javob, u kanalga ham xo'jayin. Kanal ham o'ziniki. Ekskavator sotib oldi, treyler sotib oldi, kerakli buldozer texnikalarini sotib oldida, o'sha kanallarni o'zi kovlab, o'zi boshqaryapti. Ya'ni kim o'sha konsepsiyada belgilangan vazifalar ijrosi bugungi kunda, misol 5 yil davomida sohaga bozor mexanizmini joriy etish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali tejalgan mablag'lardan suv xo'jaligini modernizatsiya qilish belgilangan asosiy konsepsiyada. O'sha xususiy sherikchilikda asosiy o'zagi o'sha tejalgan mablag'lar hisobidan sohani modernizatsiya qilish. Xuddi shu tizim hozir bugungi kunda Narpay tumanida ishlayapti. Narpay tumanida kanallarni o'sha o'z vaqtida nima qilish, zaruriy texnikalar olingan, betonlaydi, manfaati bo'lsa. zaruriy texnikalar olingan yoki suv ochish, yopish tizimlari nima qilingan, avtomatlashtirilgan. To'g'ri, hozir yuqorida ham aytib o'tdik, endi siz to'g'ri ochib berdingiz. Bu yerda masala aytilyapti, mana Salar kanallari va boshqa kanallarga odamlar mana qo'y o'ligi bormi, ichagi bormi, boshqa umuman sanoat korxonalar bormi, har xil ranglilar, mashina tashlayapti. O'sha ifloslangan suv, demak, o'sha Zetvaz kanalda egasi bo'ladi. O'sha suv bilan ta'minlab beriladigan davosi. O'sha stansiyalar demak o'sha suvdan foydalanadi, to'g'rimi? O'sha suvning ifloslanish darajasi bo'yicha ham javob beradimi degan masalani qo'yaptilar. Endi suvni egasi bo'ladimi? Sifatiga ham javob beradimi? Sifatiga javob beradimi? Qaraydi kanallariga. Sifatiga javob berishi, mana sizda men o'sha mexanizm, bu juda katta mexanizm, sababiki o'sha kanalga o'zi ishchi qo'ygan, o'sha xususiy sherik kanalga ishchi qo'ygan. Ishchi qo'yganda siz aytayotgan mexanizm bo'yicha agar siz aytgan masala ishchi, demak o'sha sohil bo'yi mintaqalarini to'g'irlash, tartibga solish, ularning ustida ishlash, ko'kalarni obodonlashtirish, umuman bu stansiyalarni ishlash, nazorat qilish punktlari hammasi bo'yicha qarang, muhofaza zonalariga qarang. Lekin bu yerda boshqa masala turibdiki, bugun oqova suv inshootlari o'zi yetarli talab darajasida katta masalan mablag'lar evaziga shakllantirilyapti-ku, u o'zi yetarli darajada tozalab bera olmayapti. Chunki kirib kelayotgan suvlarning o'zi talab darajasida emas, ya'ni kimyoviy moddalar juda ham ko'p bo'lganligi uchun. Shuning uchun bu tozalash mexanizmi biologik prosess tomonidan tozalanadi. Xo'p, hurmatli, va undan chiqayotgan ifloslangan suvlar albatta o'sha kanallarga oqizilyapti-da. Masala shunda turibdi. Yo, endi shuni masalani to'g'ri qo'yyapti bu yoq. Biz aytyapmiz, shu paytgacha shunaqa edi. Istagancha olib borib Chirchiqqa tibbiyot haligi koronavirusda edi ham tashlashdi. Endi savol qo'yyapmizki, shu davlat xususiy sheriklik tizimi joriy qilinsa, siz aytganday, ular o'zi ishlab chiqarayotgan suvni, masalan, to'g'rimi? Yo, hozir o'zlari hammasini oxirigacha yetkazib nazorat qiladimi degan savol qo'yyapman. Demak, shunday bo'ladi, kerak bo'lsa endi ishlab chiqaruvchi o'zini mahsulotini. Bitta qo'shimchani bering. Hozir bu yerda siz to'g'ri savol qo'ydingiz, Ulug'bek akam ham. Masala shunaqaki, endi davlat xususiy sherikchiligiga berilsa, qabul qilayotgan suv ham hisobi bilan qabul qilib oladi. Uni uzatayotgan paytda ham hammasini fermer har bittasini o'lchamigacha yetkazib beradi. Va endi eng muhim narsasi, masalan, u joyda u qabul qilib olgan nuqtadan to yetkazib boradigan nuqtagacha u xususiy sherik yoki tadbirkor mas'ul bo'lgandan keyin o'tga birorta odamni yaqinlashtirmaydi. O'tga birorta qo'shimcha bitta zarracha cho'p tushishga yo'l qo'ymaydi o'tga. O'shaning uchun bu juda ham Yaponiyada hamma ariqlarda baliqlar bor-ku shahardagidek. Chunki o'sa ham davlat sheriklik, xususiy sheriklik tizimi ishlar ekanda, o'zlari nazorat qilar ekan. Munosabatlardan ko'rdikki, bugungi kunda suvga bo'lgan munosabatni o'zgartirishimiz kerak. Tubdan. Suvga bo'lgan munosabatni qanday o'zgartiramiz? Shu ayniqsa qishloq xo'jaligida shu davlat sherikchiligi orqali. Bu yerda suvni yetkazib beruvchi ham, undan olayotgan suvni yetkazib beruvchi nasos stansiyalardan olayotgan dehqon fermerlar ham suvdan to'g'ri foydalanishga munosabati o'zgaradi. Chunki isrof sarflasa ko'proq pul sarflaydi, natijada tejab to'g'ri foydalanadi. Suvni yetkazib berayotgan ham xarajat qilayotgani uchun, nasos stansiyalar boshqalarga, shu latovlarga xarajat qilayotgani uchun bekardan birovga suvni yetkazib berishni xohlamaydi. Bu narsa shu o'ylaymanki, davlatimizni shu suvdan foydalanishda
davlat xususiy sherikchilikni joriy qilishayotgandagi eng muhim islohotlardan biri deb hisoblayman. Umuman bizada miyamizda shunaqa tushuncha shakllangan, davlatniki bo'lgandan keyin albatta undan bemalol foydalanish, ishqilib ajratilgan pullardan bemalol foydalanish davlatnikida degan tushuncha, bu shunaqa tushuncha singib qolgan. Endi egasi bo'lsa, menimcha hamma narsa izga tushadi. Xulosalarga o'tsak, marhamat. Hozir ustoz. Hozir mana shu hamma do'stlarimiz, akalar, mutaxassis ustozlar gapirganda biza bori 28% xususiy davlat sherikchiligini qamradi. Shuni 100% ga yetkazaylik dedim gapim boshida. Keyin Saudiya Arabistonda yani endi misolda hamkorimiz. Endi agar shuni yetkazsak, uni nazoratida ekologiya ham turadi, suvchilar ham turadi. Keyin u iqtisod qilish uchun, o'sha pulini kamroq to'lash uchun uni счетчиga, hali plankasini tuman suv boshqarishda kompyuter turganda ekan, bu nazoratda turadi. O'sha nazorat qilinsagina bu o'sha iqtisodiy kafolatlarga ega bo'ladi. Hali subsidiyasi bor, imtiyozli kreditlardan foydalana biladi. Ya'ni u ishlayotgan xarajatda bir qismi o'sha yerda chiqib ketib qoladi. Mana bu yoq to'g'ri aytdilar hali. Uni kim nazorat qiladi? U tumandan teparoqda viloyat. U kompyuterda hammasi ko'rsatib turibdi. Plankasi qanchani ko'rsatyapti, счетчиga qancha. Hozir uyimizda ham ko'ramiz-ku, har kuni qaraymiz-ku. Marhamat. Xulosa o'rnida men bitta narsani aniq qilib qilmoqchiman. Bizda hali ham suvdan foydalanishda xo'jasizliklarcha yondashuvlar juda yuqori darajani tashkil etadi. Qaranglar. Ichimlik suviga biz kir yuvamiz, o'zimiz yuvinamiz, agorot sug'oramiz. Ya'ni qanday? Dunyo tajribasida, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda texnik suv bor. To'g'ri. Uni o'zini ishlatiladigan yo'nalishi bor. Chet elga mana necha mar chiqib kelgan bo'lsa, kran suvini icha olmaysiz. Ichimlik suvi bor. Biz O'zbekistonda ham mana buni ajratib qo'yishimiz kerak. Qaysi ma'nodaki, tejamkorlikka bevosita olib keladigan omillardan bittasi deyapman-da men shuni. Bizda shunchalik xo'jasizlik, boya yuqorida aytgandek, hamma narsaga soqol olamizmi, boshqa qil hammasiga mana shunday suvni ishlatamiz. Ikkinchidan, qishloq xo'jaligida nima uchun bu suv masalasini muhim deyapmiz? 2030-yilga borib 7 milliard kubometr suv tanqisligiga uchraymiz biz. 2040-yilga borib 22 milliard kubometr suv tanqisligiga uchraymiz. U bekorga shunchalik olayotganimiz yo'q. Biz 80% tashqarini olamiz. Muzutlar erib boryapti, boshqa qilyapti. Demak, biz suvda ishlatishda uni kategoriyaga, boya aytgandek texnik navsi, boshqa ariqlardan sug'orilishini keskin kamaytirishimiz kerak. Chunki juda katta yo'qotish. Bekorga beton qilaylik, boshqa deyotgan yo'q. To'g'ri. Juda katta yo'qotish mana shu ariqlardan unaqa. Va siz boya ko'tardingiz-ku masalani. Bu ichki ariqlar qanday? Ichki ariqlar magistral ariqlarga nisbatan 15-20 barobar ko'p. Ana shunda yo'qolib ketyapti suv anasida. Demak, xususiy sherikchilikka berdikmi? U xususiychilik shunchaki sarflagan pulni 20% bilan qaytarib olish emas. Bu yerda siz aytganday irrigatsiya instituti, ya'ni ilmiy yondashuv bo'ladi. Xalqaro tajriba o'rganadi va shu orqali tejamkorlikka kelish masalasi bu yerda muhim masalaga aylanadi. Xo'p, ikki og'iz Yaxshi aytildi, bu doim ko'tarib kelganmiz. Bugun shu narsaga yetib keldik deb o'ylayman-da. Bugun ichimlik suvi bilan texnik suvni ajratish, reglamentlash, uni kategoriyaga bo'lish davri yetib keldi va biz strategiyaga albatta bu narsani qo'shishimiz kerak. Albatta bunga katta mablag', infrastrukturalar kerak bo'ladi deyiladi, lekin bosqichma-bosqich erishish mumkin bo'ladi. Biz mana bilamizki, jahon tajribasiga qarasak, ko'plab sohalar, demak, o'sha xususiy sektorlarga berib yuborilgan. Va davlat xususiy sherikchilikda bizdagi yondashuvni afzallik tarafi, biz davlat deymiz. To'g'ri, mansabdor shaxs qaysidir vakolatli shaxsga bog'liq bo'lgani uchun suiiste'mollar ko'p, vakolatdan foydalanish holatlari ko'p, korrupsion holatlar ko'p bo'lishi mumkin. Lekin bir-birini tiyuvchi mexanizm bu eng yaxshi maqbul mexanizm deb hisoblaymiz-da. Xo'p, marhamat domla. Nima bo'lgan taqdirda ham biz bitta narsaga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. O'sha maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab, oliy ta'limda ham biz aholini qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar u
jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, davlat korxonasi bo'ladimi, suvdan foydalanish madaniyatini agar biz shakllantirmasak, suvdan foydalanish madaniyatini o'stirmasak, biz ancha qiynalib qolamiz. Shuning uchun biz o'sha aholimizni o'rtasida mana shu tejamkorlik madaniyatiga, ya'ni suvdan foydalanish madaniyatini oshirsakkina o'sha hozir oldimizga qo'yilgan maqsadlarga erishamiz. Shuning uchun men o'ylayman, buni bolalar bog'chasidan boshlash kerak-da. Ming afsuski bizda o'sha siz aytmoqchi, hanuzgacha bu narsani bir umuman haligi global muammo sifatida ko'tarayotganimiz yo'q. Chunki bilasizmi, mana yer ostini 70% suv bilan qoplangan deymiz, lekin ular 97% 97.5% sho'r suv. Atigi 2,5% kuchuk suv ekanda, qarang. Shu 2,5% ginani ham 69% muzliklar va qor qatlamlarida. Ular ham kamayib boryapti. Buni tushuntirish kerak. 30% yer osti suvlarini tashkil qiladi. Lekin yer osti suvlari ham sekin kamayyapti. Shuning uchun bu suv bebaho ekanligini, oltinga ham, olmos hech nima bilan suvni o'rnini bosib bo'lmaydi. Shuning uchun hammamizdan xulosa, biz dehqonmizmi, o'zimizmi, siz aytganday har bir tomchi suvni asrab avaylash bizni turmush tarzimizga aylanish kerak. Zero 2050-yillarda bizni juda katta siz aytgan sinovlar kutib turibdi va biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Bu boradagi tizimli ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.